Tunuka fonda sifatli bo'lib chiqqanini aynan qayerdan bilsa bo'ladi. Tunuka fon ishini birinchi o'rinda burchaklardan bilsa bo'ladiki, ustani qanday mahoratligini hamda ish sifatli bo'lib chiqqanini ko'rib turganlardek bu joyimizda ichki, tashqi burchaklarimiz yaqqol ko'rinib turibdi. Juda ham sifatli bo'lib chiqqan aziz do'stlar. Ko'pchilik hamkasb ustakalarimiz biladiki, mana shunday qiyin burchaklarni bunday sifatli bo'lib chiqarish uchun usta ancha ter to'kish kerak hamda mahoratli bo'lish kerak. Sizlarga mana shunday mahoratli, sifatli tunuka xizmatlar kerak bo'lsa, albatta erkin tunuka fonga murojaat qiling aziz do'stlar. Yana bir fayzli xonadonimizda juda ham sifatli tunuka ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Do'stlar, biz bu xonadonimizning ko'cha shapka qismlarimizni hamda ichkari shapka qismlarimizni pulni aylanasiga tunuka fonlar bilan bezab berganmiz. Mana bu tomonda ham shapka qismlarimiz bor. Hamda rovot xonasini mana bu tomonda ayvon qismi, past tomondagi ashpka qismlarimiz bilan pulni tunuka fonlar bilan bezab berganmiz. Bu xonadonimizga necha pul ketdi, necha kvadrat tunuka fon ishlatdik, shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni video oxirida aytib o'tamiz do'stlar. Videomizni boshlashdan oldin esa Erkin tunuka fon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi kun mobaynida mana shunday foydali video roliklarni albatta Erkin tunuka fon kanaliga joylab boramiz. Do'stlar, birinchi o'rinda rovotxonamiz haqida, tunuka fon ishimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Yonbosh qismlarimizga ko'rib turganlardek dasturxonlik fasonda o'rtalariga pianali qilib, o'rtasiga bir komplet oynali romiyimizdan yulduzcha do'plar, 1,5 lentalarımizdan foydalanilgan hamda shestik rang yanizlar o'rtalariga tilloli lentalardan qo'yilgan. Bu tomonni ko'rib bilan o'rab berilgan. Tepa tomoniga chok stanolarimizdan, oldiga qosh qismlarimizdan 56 kassetalar, turli lentalar. Bu joylarimiz navoli fasonda bo'lgan aziz do'stlar. Bu tomonlarni ham, past tomonlarni ham ko'rib turganlar kichkina joylarni ko'rib, ya'ni tunuka fonlar o'rab berilgan. Bu tomonlarni ham dinlarni bir xilda qilib tunuka fonlar bilan o'rab berilgan. Bu tomonimiz ham rovotxonamiz bilan bir xil fasonda tunuka ishlarimizdan qilib berilgan. Hamma mana bu tomonimizni ko'rib turibsizlar. Kichkina shapkamizni ham ko'rib turganlar juda ham sifatli qilib, tunuka fonimizni tugashini ham, yonboshlarini juda ham sifatli qilib, hattoki mana bu kelgan yumaloq novvoyimiz ham yonboshlarini juda ham sifatli qilib berkitib berilgan aziz do'stlar. Ko'rib turganlaridek juda ham sifatli tunuka ishlarimizdan qilib berganmiz aziz do'stlar. Ana endi bu xonadonimizga ko'rib turganlaridek mana shunday chiroyli bo'lib bitishiga pulni ichkari shapka, bu tomonda ayvonimiz, bu tomondagi rovotxonamiz, shapka, ko'cha shapkasi, choksiz tarnovlari ko'cha ichkari tomonga o'rnatilgan suv tushib turgan turbalari ichida 48 million so'm atrofida pul ketdi aziz do'stlar. Tunuka fonimizning 1 kvadrat metrini hamma rasoti ichida, ya'ni lesa, reka, samara ustuniga yetkazib kelishi barcha rasotlar ichida 140 ming so'm atrofida qilib berdik aziz do'stlar. Ko'rib turganlardek choksiz tarnovlarimizni ham 1 metrini barcha rasotlar ichida, ya'ni lesasi, ustunovkasi, shilipkasi, kranshtayn tarnovsi ichida 70 ming so'm atrofida qilib bermoqdamiz. Mana bunday suv tushib turgan turbalarni ham o'rnatib berilgan. Bular ham 1 metr pagonometriga 50 ming so'mdan bo'ladi aziz do'stlar. Sizlarga mana shunday sifatli tunuka xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Erkin tunuka fonga murojaat qilish esdan chiqmasin. Sababi Erkin tunuka fonda ko'p yillik stajga ega bo'lgan tunuka fon ustalari o'z ish faoliyatini olib boradi do'stlar. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning ham mana shunday, sizlarning ham bo'lishi mumkin mana shunday sifatli tunuka xizmatlarimizdan albatta qilib beramiz. Sizlar Erkin tunuka fon kanalini kuzatib bordinglar. Agar video roliklarimiz sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videolarimizga like bosish esdan chiqmasin aziz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga ishlarga omad.